11 bab 1956 yılı başbaharda toğraqlıqda işlep çıqırış kooperativi qurish to'g'risida toza g'ulg'ula bo'layotgan kunlarda Zeynep yana bo'yda qolganligini sezdi. Bir necha kundan buyon ko'ngli egizbas bo'lib, yilidan g'iza o'tmay mag'dursizlanib yuradi. Atiyantla aktiv ayol Patamxon uni yig'inga chaqirib keldi. Yigit yezi boshlang'ich maktabining atrofi teraklar bilan qo'rshalgan maydonda ijilgan bo'lib, yig'in sahnasi tarafdagi tomga to'g'raqliq yezda kooperativ qurishga tayyorlik qilish yig'ini degan xat chaplangan qizil lozung esilgan edi. Uzun chapalliq, tumoqliq er kishilar to'plan yerla choz qurib o'tirishadi. Rangarang yog'liqlarni ortishgan ayollar bir chetga yig'ilib, yukinib yoki tizini etaklari bilan yepib o'ltirganicha bir-biri bilan paraqqa tushib ketgan edi. Hammasi kichik 3 burchak qog'oz bayroqchilarni ko'tarib olgan edi. Zeynep aynidib minib ayollarning qatoriga berib o'tirishga Patamxon uningga kichik bayroqdan birini berib, shoar tovlaganda bayroqni o'ng qo'lida egiz ko'tarib, bor ovoz bilan tovlashni jekildi. Tör tarafga qo'yilgan uzun shiraning orqasida harbiychi shiriq chapon, quloqchi kiygan, qoshlari quyuq, o'tir yoshlik bir er kishi bilan yosharoq, o'ruq, qonshorliq bir kodir, ko'k chapon, ko'k ishdan kiygan xuyzu boshliq, uning yanida yosh, do'g'laqmana bir harbiy yigit o'ltirishadi. Ularning yanında o'ltirgan Namat oldingi qatorda o'ltirgan aktivlardan odamlarning hammasi kelib bo'lgan bo'lmaganligini so'rab bo'lib, ullik ovozda "Ko'pchilik, diqqat, majlisimizni hozir boshlaymiz" dedi. So'rindagi varang-churung gudung-gudung ovozlar asta-asta pasaydi. Namat sahnada o'ltirgan o'tir yoshlik odamni Sa Chujang deb, Xanzu odamni Wang Shuji deb tanishtirdi. Dehqonlar yosh kadrning rayonning aloqachisi ekanligini, harbiy yigit Shaolioning xizmat atratining a'zosi ekanligini biladi. To'g'raqliqda elib berilgan ijara haqqini kamaytirish, yer islohoti, pomishchik, boy dehqonlarni kurash qilish harakatlarining hammasiga degidek Shaolio boshlabchilik qilgan edi. U Uyg'urcha so'zlashni oz-to'la biladi. So'zlab etib ba'zi gaplarga og'zi toza kelmasa, dehqonlar paraqlab kulishib ketadi. Ular uni yangi tili chiqqan boladek chuchuk gap qiladi, deydi. Boshqa kadrlarning gapiga parvo qilmasimi, Shaolioning yomidab qilgan gaplarini anglamay qolmaydi. Saybaq rayonlik hukumatning boshlig'i Saud Umar oldidagi qog'ozlarga pat-pat qarab qo'yib, o'tgan yildan buyon rayonga qarashli har qaysi yezlarda yeza yoki cho'ngroq kentlarni asos qilgan ishlab chiqarish kooperativlari orqa-orqadan qurilib, yomg'irning keyingi maysalardek bo'y tortib, o'sib yetilishga boshlaganligi, kooperativga kirgan dehqonlarning kooperativdan naqadar rozi va xushal ekanligi, yuqori darajalik o'rinlarning bu yil oxiriga qadar Saybaq rayonida kooperatsiyalashishni to'liq amalga oshirish vazifasini o'tirg'a qo'yganligini so'zlab kelib, dehqonlar qarindoshlar, men sizlarga bir xush xabar yetkazaman. To'g'raqliq dehqonlarning kuchli talabiga asosan yuqori rahbarlik to'g'raqliqda bir ishlab chiqarish kooperativi qurishni qaror qildi dedi. Oldingi qatorda o'ltirgan yezi aktivlari qizg'in chavak chelishib, tantana qilishdi. Rayon boshlig'i so'zni davomlashtirib, kooperativ nomi va kooperativning yuqori qatlam mas'ullarining ismligini biz davomli o'ylashib, rasmiy muzokaradan o'tgandan keyin e'lon qilamiz. Tövanda yo'ldosh Namat to'g'raqliq yezda kooperativ qurishning tayyorlik xizmatlari va dastlabki loyihasini o'tirg'a qo'ydi. Ko'pchilik qarshi olayli dedi. Namat o'rnidan turib sukut ichida o'tirishgan bir yurtliqlarga, bir chatda o'tirgan Bilaxun va o'g'illarga, bir necha boy dehqonga birma-bir qarab chiqdi. Uning chunqur ko'zlari xuddi raqiblarga hayvi qilayotgandek surlik parqiraydi. Bu ko'zlar Oyshaxon baxshi bilan Qurbon baxshining ko'ziga bek o'xshaydi. U oldidagi Himmat Axun tayyorlab bergan dokladga o'qiyotgan qiyofatda bir qarab o'tgandan keyin yelini qirib so'zni boshladi. Boshda yeza rahbarligining ommani safarbarlikka keltirib, kooperativ qurish yo'lida ishlagan xizmatlarini xeyli ustunlik bilan o'tirib qo'yib o'tdi. Orqadan to'g'raqliq kooperativi yer tuzilishiga asosan 3 atrofga
bo'linganligini, har qaysi atratlarning boshliqlari va buxgalterlarining ismini e'lon qildi. Oxirida Himit Axun har bir atratdagi kooperativ a'zolarining ismi va ularning kooperativga qo'shgan yer, ot-uloq, chorva mol qatorliq ishlab chiqarish mablag'i xotirlangan uzun bir tizimlikni o'qidi. Dehqonlar bu so'zlarni jim o'tirib anglayotsa-mu, chiroyidan andisha, tinchsizlik chiqib turadi. Himit Axun tizimlikni o'qib bo'lganda, u yer bu yerdan gudung-gudung ovozlar anglashga boshladi. Bu ovozlar borgan sari kuchayib, o'rnidan qo'pib nimalarni dildayotgan Namatning ovozini besib ketdi. Kooperatsiyaga qatnashmaslik ixtiyor bo'ladi degan tinglar, gapinglar rostmi? Rost bo'lsa, men hozircha kirmay turay. Qo'shgan yer, ot-uloqlarimni qaytarib beringlar. Bizmi kooperativdan chiqib ketamiz. Menmi yerimni o'zim teriyman. Andishaga tushib qolgan kishilar tushma-tushdan vaqirishib o'rinlaridan turib ketdi. Sahnada o'tirgan rayon boshlig'i Savut Ömer bilan Shavliyumi o'rinlaridan turib, ko'pchilik o'ltiringlar, gap bo'lsa oldirmay, chiroyli chiqilishayli dedi. Rayon boshlig'i ovozini ko'tarib, kooperatsiyaga kirish-kirmaslik albatta hamma odamning o'z ixtiyoridagi ish. Lekin odam ko'p bo'lganda kuch ko'p bo'ladi, aql-farosat ko'p bo'ladi. Ba'zilarda yaxshi yer bo'lsa, ba'zilarda yaxshi uloq bo'ladi. Yana ba'zi oilalarning emgak kuchi qovul bo'ladi. Bular birlashsa, ortiq kam taraflar to'liqlanib, ishlab chiqarish yuksaladi. Hamma odamning turmushi yaxshilanib, kommunizmga yetib berish yo'limiz qisqaraydi. Yurtdoshlar, kommunizmni qanday quramiz? Albatta, kollektivlashish yo'li orqali quramiz. Kommunizm deganda shaxsiy mulk, shaxsiychilik bo'lmaydi. Hamma boylik umumning bo'ladi. Hamma odam xohlaganicha yeb ichadi, ishlatadi. Shu maqsadga tezroq yetish uchun partiya kambag'al dehqon, tuvan o'tir dehqonlarni kooperatsiya qurib, kollektivlashish yo'liga minishga chaqirdi. Partiyaning so'zini anglaydigan dehqonlarimiz albatta kooperatsiyalashishdan bosh tortmaydi. Ko'pchilik sizlarga yerni kim bergan? Partiya emasmi? Orqadan Wang Shuji so'z oldi. Uning so'zini Savut Ömer tarjima qilib berdi. Uning so'zimi Savut Ömernikidan ko'p farqlanmaydi. Oxirida Shavliu so'z ilib uyg'urcha so'zladi. Kambag'al dehqon, tuvan o'tiri dehqon yurtdoshlar, bir uchum sinipi dushmanlar, boy pomishchik, buzuq unsurlar bulun pishqoqda turib pitni ig'vo tarqitib, bizning kooperatsiya qurishimizga jon jahli bilan qarshi turyotidi. Ko'pchilik biz hushyorligimizni o'stirib, ularning oldin xaltasiga tushib ketmasligimiz, ularning buzg'unchilik harakatlarini fosh qilib, ularga qattiq zarba berishimiz lozim. U so'zini tugitib bo'lib, oldiga intilib, o'ng mushtini egiz ko'tarib, shuar tovladi. Dehqonlarning qo'lidagi kichik bayroqlarni egiz ko'tarib, uningga agishib tovlashdi. Yashasin ulug' Jungo Kommunistik partiyasi, yashasin proletariat diktaturasi, yo'qolsin pomishchik, boy dehqon, aksiyatchi buzuq unsurlar. Partiyaga agishib kooperatsiyalashish yo'lida mang'inimiz mang'an. Shuar oyoqlashganda boya bas-basda kooperativdan chiqib ketimiz deganlarning besh tushib ketdi. Yig'in maydonini birpas sukut qopladi. Namat Shangjang ovozini qirib o'llik tovladi. Amsa yana bir qitim deb qo'yay, boshqa gap so'zlar bormi? Hech kim gap qilmadi. Namat bu so'zni yana bir qitim takrorlaganda oldida o'ltirgan aktivlar fikrimiz yo'q, kooperatsiyalashish yo'lida qat'iy mangimiz deb tovlashdi. Amsa yig'in oyoqlashdi. Buningdan keyin hamma ish ishlab chiqarish atrat boshliqlarining rahbarligida bo'ladi. Har qanday ish bo'lsa, oldi bilan atrat boshliqlarini izlanglar. Endi atrat boshliqlari bilan buxgalterlar qilib, qolganlar tarqsanglar bo'ladi. Dehqonlar o'rnidan qo'zg'alishga boshladi. Namat Shangjang, to'xtab tursalar, mening bir eg'iz fikrim bor. Holliq o'tiri dehqon Sidiq Axun soqollarini titirtib, bo'g'iq ovozda vaqirdi. Men boy, pomishchik emas, buzuq unsur emas. Partiyani ishga qo'llab himoya qilman. Lekin shu yerimni o'zim terisam, deyman, men hozircha kooperativga kirmay turay. Ko'liga Xudo buyursa, bir gap bo'lur.
Сәхнәдә ултырганларның капык төрілді. Савыт Чуйжаң. Ундақ болса мәйләмсә, лекин кейін пұшайман қылып қалмысақла болуды. Айрылғанны eyik епті, бөлінгенні бөрі, дегенні аңлымаған ма, деді. Мәйлі, өзімнің шуыры, башқы келгенні көрермен, Сыдық Ахун шындақ деп, сап-серік тіштеріні көрсетіп, қыр-қыр күлді. Zeynep birinci ətiratның başlığı Abdug'ini Axun bilan yığın meydanda o'ltirib qolgan eri To'xtu qariga qarab qo'yib uy tarafga mangdi. U ikki o'g'lini qiyni onasiga tashlab qo'yib chiqqan edi. Bolalarni o'ylashi bilanla uning ko'ksi chinqilib, ko'nglining oldi ho'l bo'ldi. Uning cho'ng o'g'li Turdi Axun birar yoshga kirmayla o'zigidan amchakdan ayrilib g'izoga kirishib ketgan edi. Kichik Rustam boshqacha ishtaholiq chiqdi. Ana sütünü toymayım etdi. Anca-munca g'izaga kirishgan bo'lsa-mu, yanıla anasını izlab, qirqirab yig'lab turadi. U tushib qalay deb qolgan yog'liqini o'ngshab, chekib qadamini tezlatdi. Oldi tarafdan urilib atgan shamol ilgirgidek yuzlarini chaqmay illiq bilinadi. Havoda atiyazlay bo'ldigan bir xil mas qilg'ish hid bor edi. Yana 1-2 hafta o'tsala, o'likdek so'zilib yotgan yerlar, dal-daraxtlar uyg'onib, canlanıp rəng tüzəşki başlaydı. Dehqanlar ehtizga chiqishdan burun uylarda kök çöçürsi tügülüdü yoki kuyci ishi etiladi. Yigitlar sorun tüzüp çelishishga tushidi. Oqshimi cho'ng kichik qiyri yosh yig'ilib Nuruz mashrab o'ynaydi. Mashrabda cho'nglar yoshlarga ish o'rgatib, aql ko'rsatadi. Qiz yigitlar mushundaq mashrablarda tonishib, tepishib to'y qilishidi. Bu to'g'raqliqlar ata-bobosidan tartib davomlashtirib kelayotgan ish. Bo'libmi kompartiya kelib yerlarni dehqonlarga bo'lib bergandan keyin dehqonlarning turmushi o'sisi o'xshagan yerning maysidek lippida ko'tarilib, hamma odamning ko'nglini xo'shallik qopladi. Dehqonlar Navro'zni ilgirgidan bakrak taqozolik bilan kutadigan, puxandan chiqishi kun ochadigan bo'ldi. Dehqonning nazarida Navro'z keldi deganlik etisiga chiqadigan, kapman tutib ish boshlaydigan vaqtning keldi deganlik. Navro'zdan keyin qattiqlanchilik boshlandi. Hamma odam o'zining ishi bilan oldirash bo'lib ketadi. Keyin uyushma pishidi, g'o'rilar ola bo'ladi. G'o'ri yodiga yetishi bilanla Zeynepning og'ziga g'ujida suv keldi. Uning suvliq chuchmal narsalarni yegisi keladi. Tezroq beli chiqsa, yumran semizlarni tanlab, chanab cho'chiratsam, g'o'ri selib osh assam deb o'ylaydi. U beshini ko'tarib, teraklik ho'ylining oldidagi osmonga bo'y suzib turgan terak shoxlarga qarab qo'ydi. Har qatim sezik bo'lganida qiyni onasining seziki qonmagan ayolning bolasi puch bo'lib qoladi deb atrofida paypitak bo'lib ketadiganligini, qiyni otasining pat-patla gamida saqlagan birer saboq uzum, qo'g'in, birer yog'liq behi yoki onlar tepib akilib berganligini esiga ilib xo'shal bo'ldi. Do'qmishdan qayrilishiga uduldagi yo'g'an ikki qanotliq ishining yanida yig'layotgan Rustamni ko'tirib turgan qiyni onasini ko'rib, beshida to'xtamayotgan yog'liqini yuqoriga tortganicha qiz vaqtlaridagidek yengil qadamlar bilan yugurdi. Mahaldagi bir qism erkaklar masjid oldidagi yumaloq bozorga kelib, masjid temiga yo'lab qo'yilgan posti oqlab etilgan terak yog'ichida qora qog'larda qator o'tirib, boyadan majlisda qolaymagan gaplarni qilishib, talash tortishga tushib ketdi. Villaxun boylarga tuqqan keladigan Ibrohim Ahul ismli kak saqal odam atrofiga qarab qo'yib, quruq yo'taldi-da, chiroyiga kulgi yugurtib gap boshladi. Meningcha, yangi hukumat bizni yomon yo'lga boshlamaydi. Ko'llarda elga kirsang ilingcha, suvga kirsang bilingcha deydigan gap bor. Bizningmi ko'pchilik nima ish qilsa, shuni qilib el qatorda o'tganimiz tuzuk. Shug'inisi mundaq bir ishni sal tushunolmay o'tirman. Bizning kooperativga qo'shgan mablag'imiz ko'p. Emgaknimi obdan qilamiz. Lekin bizning oramizdagi ba'zilar undaq emas. Qo'shgan nemisining tayini yo'q. Yana kelib emgak desa besh og'riydi. Paydini ko'rsa hammaning oldida chopadi. Toshni tayoqqa tangandek undaqlarni bizga tengib qo'ysa, ya o'zimiz ishtik olmay, ya ularni yudib bo'lolmay avarchilikka qolarmizmikin deyman.
Muşu taraflarni o'ylaganda, hey, qandaq bo'larkin bu ishning oxiri. Kim bilan kooperativ bo'lsanglar, ixtiyoringlar deydi-ku. Shundaq bo'lgandan palonchi bilan kooperativ bo'lmayman, po'kinchi bilan bo'laman deb chiqmamsizlar o'tirg'a, dedi Obul Qasim Axun do'konchi. U bəstlik, öңü qara adam idi. Qaş gözləri külübla turuşu çoğ bovusi Muhammed Çarbazçıға o'xshaydi. Onun 7 qizi var idi. Qizlarının hammasi onun o'xshaydi. O xotinni o'g'il tug'olmaydigan xotin deydi. Bir mezgil xotin bolalarni tashlab bozorga ko'chib berib olib, o'ylanib baxtdi. Keyin olgan xotinimi uningga kayni-kaynidan 2 qiz tug'ib bergandan keyin uning bilan orini o'chiqirib etib, to'g'riqliq yenib keldi. Shundan keyin uning xotini Hajarxon uni bizning avu o'g'il topolmaydigan odam deydigan bo'ldi. U yaqindan buyon shaxsiy do'konlarni kooperatsiyaga qo'shadigan degan gaplarni anglab, dakki-tukiga tushib qolgan edi. Hay, og'zinglarga beqib so'zlanglar, dedi Husayn Axun ismli qizil soqol mulla. Hamma odam kambag'al bilan kooperativ bo'lmayman degili tursa, avu kambag'allar bilan ho'rullar ayrilib qolmamdi. Her qaysinglar bilmamsizlar, kooperatsiya degan kambag'allarni yo'laydigan partiya. Kambag'aldan qochib, boy pomishchilarning qatoriga o'tib qolmanglar yana. Olam bino bo'lgandan tartib, boylarning gapi gap bo'lib kelgan. Bu partiyaning haqiqatan boylar bilan xush yo'q ekan. Kambag'alni yo'laganga to'g'ri savob ish, lekin men bu xalqni sal gapi turmaydi ekan deb qoldim. Nimishqa desanglar, yer islohida o'zi kelib yerni dehqonga bo'lib berdi. Hammamiz xo'sh bo'lib, do'ppimizni osmonga otdik. Toza ishlab, emgakimizning meg'izni chaqirgan chaqda yeringni kooperatsiyaga qo'shmasang bo'lmaydi deb tortib olmoqchi bo'lyotdi. Shuni deyman. Hay, Ibrohim Axun, yeringlarni kooperatsiyaga qatnashtirsanglar, kooperatsiyadagi hamma yer sizlarningmi bo'ladi, emasmi? Qo'yinglar undaq ahmas gapni. Kooperatsiyaning yeri qandaqmi mening bo'lsin? Menda möhür xiti bormikan? Qarab turinglar. Vaqti kelsa tog'ar boyning, eshak boyning yiqilsa yo'lmayman, o'lsa to'lmayman degandek ish bo'ladi bu. Uni demisi mo'ras. Yer o'zingning bo'lsa, uning bir uchi yurakka, bir uchi belakka tutishidi degan gap. Uning ko'yida ko'zingga uyqu kelmaydi. Kooperatsiyaning yerini hech kim mening deyolmaydi. Uningga hech kim o'zining yeriga jon ko'ydirgandek jon ko'ydirmaydi. Bu jonning ishi shundoq. İbrahim Axun shuningdan keyin kimni ko'rsa ana shundoq andishlik gaplarni qilib qaqshab yurdi. Uning ishning yo'lini bildigan pishqan dehqon ekanligini, uning yeri to'g'riqlikdagi eng unumli yerlardan ekanligini hamma odam biladi. Uning albatta undaq yerni qo'ldan bergisi kelmaydi. No'ruz oqshimi o'tkazilgan mashrabda u rayon boshlig'i Savud Umarning kayniga kirib oldi. Rayon boshlig'i uningga faqat gap yegizolmay, "Etingiz nima sizning? Etingiz nima sizning? Ajab gijing odam ekansiz", dedi. Atrofda tomosha ko'rib turgan yosh bolalar "Ibrohim gijing" deb vaqirashdi. Gulxan yo'riqida cho'ri deb o'tirib, muqam anglayotgan dehqonlar paraxlab kulib ketishdi. Ana shundan keyin İbrahim Axun İbrahim gijing deb ataldi. Oradan uzoq o'tmay İbrahim gijing bilan Sidiq Axun pomishchik boy dehqonlar bilan birga nahiyaning suv ombiri qurilishiga avatildi. Suv ombirida 6 oy ishlab olmishadigan navbati kelgandimi, Ne'mat ularning o'rniga odam o'rinlashtirmadi. Ular buni o'zlariga berilgan jazo deb bilib, dardini ichidan chiqara olmay yurishdi. Zeynab Ramzon oyida qo'sh kesak tug'di. Qo'sh kesakning cho'ng o'g'li kichik qiz edi. Kichikgina yig'lang'u qo'rchoqdek chiroyli qiz bu vaqt kimni ko'rsa og'zini ochib kuladi. U kulganda texmi chiroyli bo'lib ketadi. Uydagi cho'ng kichik hamma odam uning atrofida cho'rgilaydi. Uning qo'shkesak akisi ko'zlarini yo'g'on ichib, ko'zi bilan Zeynabga egishadi. Zeynab sal neri kelsa qirqirab yig'laydi. Ammo Zeynab yig'layotgan o'g'li bilan kori bo'lmay, qizini quchog'iga oladi. To'xti qari qiziga texmi amriq edi. Bechara bo'lib qolgan o'g'ilga Hilim Axunning ichi og'ridi. U uni bo'shikdan yeshib, qo'yniga silib olib, namuna ko'tirib yuradi. Qo'rsiqi ichib yig'ilsa, qo'sh bolasining og'ziga don solgandek non chaynab yegizadi. Og'zi bilan suv ichiradi. Bora-bora bu vaqt cho'ng dadasi onasidan bakrak o'ginib ketdi. Shundoq bo'lgandan
Қолының азырақ болсымы, boşığından Zeynepmi xoşal bo'ldi. Roza Ramzanda tug'ilganligi uchun o'g'lining eti Rozaxon bo'ldi. Zeynep qiziga Zumratxon ismli hammasining ismini qo'ydi. Ballar kun sari yangi qiliq chiqarib cho'ng bo'lyotdi. Ballari iyig'i to'shishi bilanla Potamxon uni har kuni emgakka chaqirib kiradigan bo'ldi. Zeynep qizini etizliqqa olg'ash chiqib, bo'shga yo'ylab soya yerga qo'yib qo'yatdi. Zumrat süzük gözlerini yuğan içip osmondagi bulutlarga, daraxt shoxlarga, qushlarga qarab o'zicha bir narsalarni deb go'ngraydi. Uning yig'lagan ovozimi yaqinlik edi. U yig'lagan hamon Zeynep uning atrofiga yugurib keladi. Qo'rsqi to'yib mangzi onarday qizargan Zumrat uzun kirpiklarini juplab uyquga ketganda bo'shik ustiga yeshil kirib tishin yog'liqni yepib qo'yib yana ishga ketadi. Keşte aş etip qazan qumishni yig'ishtirib bo'lgandila qora chiroqning yo'riqida o'ltirib yeni ishi qilg'ash 6 oydan beri suv ombiri qurilishining kelmay ishlayotgan dadisi bilan okalarni, cho'ng akasining bolalari bilan birga turayotgan onasini eslaydi. Vilaxonbayning cho'ng darvozali qo'rusi kooperativ ishxonasi qilingan edi. Uning ikki akasining xotin bolalari ilgariki otxonada turadi. Otxona o'tirsin to'silgan bo'lib, tam to'rislardagi yo'chiqlarga askinmas latalar tiqib qo'yilgan edi. Qiyni ona bilan kelinlar bir chaqlarda oftobda kuyib ketimiz deb yuziga 3 qavat qitiq chaqmasa etizga chiqmaydigan holda xinimlar adadin kashkicha etizin kirmay ishlaydi. Ularning osh qo'rsoq bolalari onam qachon kelar ekan deb ishga talmirib o'tirishadi. Hamidin dadamga uvaldaydi Zeynep ichida. Bechara dadamning puti og'riydi. Yo'talimi kuchayib qolgan. U yerlarda qancha qiynaladi ekan. Bir necha kunning oldida hasharchilarga kiyim-kechak, oziq-tulik olg'ili kelgan Ibrohim Gijangning deb berishicha, hasharchilar tub-tuz ketgan kang soyda yotadi ekan. Yoz kuni oqshomlarmi sovuq shamol paxtliq chapan bilan bir qat yotgandan dalgadan o'tgandek o'tib ketadi ekan. Shunga 9-oy kirmayla og'rib qoldiganlar ko'payibdi. U yerda ishlaydiganlarga qiynalroq kigiz, juva, ko'rpa degandek narsalar bek zo'rurmish. Zeynep sanduqdan dadisining ko'ni paxtliq chapanini tepib akelgan edi. Bu chapanni yamab dadisiga avatmoqchi edi. U dadamga yana nimalarni avatsam bo'la, non yiqib avatsam topshirib olarmi deganlarni o'ylab, yig'ib tugab qolgan qora chiroq lap-lap qilib o'chib qolishdan bishorat bergicha to'xtamay tortib o'ltirdi. Chiroq o'chib qolgandila qorong'uda silashtirib, yep-yengillarni yig'ishtirib, chapanni qatlab elib qo'ydi. Qorong'ulikdan to'xta qorining bo'sh xo'rak ovozi anglab turadi. To'nglikdan tushib turgan oy yo'riqi yo'tqinni tepib ichib etib, put-qo'llarini har yon tashlab yotgan o'g'illarni g'uva yo'rtib turadi. U o'g'illarni o'nglab yotqizib yotganlarni yeb qo'ydi. Bir jup bo'shikning o'tirsiga selingan o'rniga kelib o'tirib, sut uyqusida yotgan buvoq bolalarning girdinandek kichik yumaloq yuziga sinchilab qarab, mayin shamoldek yengil tiniqiga quloq selib o'ltirganida qalbini illiq bir sezim chulg'ib oldi. Nimishqidir ko'zlariga yosh to'ldi. U bu sezimning nimaligini bilmaydi. Lavlari bilinmas pichirlaydi. Shukr Xudoyim, bergan kunlaringga ming shukr.